Bugun sizlarga nimalar olganimizni ko'rsataman. Birinchi o'rinda menga yoqadigan shampun. Qaranglar, isib ketdim. Havo qanaqa suv. Zo'r shampun, prям menga yoqadi. 10 dan 10 baho beraman. Bizda sog'lig'imiz uchun qayg'uramiz, shuning uchun shunaqa zo'r pasta oldik. Zubnoy pasta oldik. Вот hozirga ko'rsataman. Вот так. Ko'rinishini qaranglar. Cleanser oldik. Вот так. To'g'risini aytsam, buni nomi Baxt. Вот такой. Mana cleanser. Keyingisi shunaqa serum. O'sha brenddan serum. Короче, mana shunaqa qilib zo'rg'a ochdim. Oh my god, mamlakat serum. Как красиво. Keyin shunaqa enzimli pudra. Sirchan ko'jalar uchun ekan. Bonusiga keyin massaga oldim. Tugadi. Menga obuna bo'lishni unutmanglar.